Assalomu alaykum bog'bonlar, bog' ishqibozlari. Bugun 13-yanvarmi? Seshanba. O'rtoqlar, mana bu xo'sh desak ham bo'ladi. Magazinlarda qaychilarni ko'rib, yangisini olg'im kelmadi. Nimagaki? Soyuz paytidan qolgan 70-yillarda chiqqanman, nechanchi yilda chiqqan. Mana buni temiri yaxshi buni. Rossiyasi qaychi. Mana bu bolt gayka mana hozir moslab qo'ydim. Bu bitgan holati. Mana yangiday bo'lib qoldi hozir ishlashi. Qismaydigan bu uchida ham kesayapti. Oldin qanday edi? O'zini shpankasi mana yeyilib ketgan. Xo'p, mana hozir yechib ko'rsataman. Temir bozordan bu boltgaykani topib keldim. Qaychimizni mana pichog'i. Xo'p. O'zinikini solib ko'ramiz mana. Mana bu tomon yumaloq emas. Mana yerda soyli joyi bor. Bu ushlab turar ekan. Qaychimizni berigi tepa tomonidagi jag'i o'sha shponkani soyli joyidan ushlab turadi. Qaychimiz faqat mana tekis tomonda harakat qilar ekan mana. Shponkamiz qimirlamaydi o'sha hisobiga mana. Jag'ida qisilib turadi. Endi bu ishlash sababi jarayonida mana necha yil ancha bo'lgan, 30 yil bo'lganmi, otamizdan qolgan. O'ynab qolgan. Ko'rinyaptimi? Shponkamiz ishlayverib mana qimirlaydigan bo'lib qolgan edi. Endi buni yechamiz. Buni almashtirishning sababi nima? Bu kesishga kesaveradi. Mana shu uchi mayda shoxlarni olish kelganda mana shu o'ynash hisobiga qismay qo'yyapti, ochilib qolyapti. Mana bunday holatda bo'lib qolyapti. Ikki kundan beri men shuni o'ylab temir bozorga o'tib o'zinikidan topa olmadim. Temirchilar bir ikkita narsa berdi, shundan bittasini mosladim.
Mana buni ham mana. Tak. İki tomoni chaqladim. Mana bunga tushadigan qilib. Bunga qisilib turadigan qilib. Bu tomoni yumaloq, bu tomoni ikki tomoni gaykali. Sal chaqladim, diagonali, lekin tushar ekan bunga mana. Yumaloqcha tushmaydi bunga. O'sha ikki tomon chaqlagan hisobiga bunga mana tushadigan qildim-da. Qo'llang. Как заводской o'xshab qoldi. Kimda masalan shunga o'xshagan asboblar bo'lsa, utilizatsiyaga chiqarib yubormasdan mana gaykamizni solyapmiz boltimizni. Xo'sh. Endi bu tomonda buni solamiz mana. Soyga to'g'rilab solsak buni. Bu o'ynaydi pichog'i. Lekin boltda ushlab turadi mana. Ikkinchi jag'i. Shunday bo'lmasa, bu bolt gayka bo'shab qotib qaychini bir xil ishlashga qo'ymas ekan. deb tushunib qarasalar. Endi mana bu o'zi shmentli boltimiz. Qaychini ham kerakli joylarni chaqlab, boshqatdan tishlarni yaxshi ochilib yopiladigan qilib mana. Hozir ishni shoqib kesib ko'ramiz. Pauza qo'yib turingchi. Mana bodom o'sha o'zimni bog'imda kesib kelgan edim, 5-yanvarda chiqarganman videosini. Shoxlarni olib kelman, mana shoxlar. Uchida kesib ko'ramiz mana. Yangi qaychilardan afzal bo'lib qoldi. Sizlarga bu Photoshop foydali bo'ladi deb o'ylayman. Shunday qaychilarni remont qilib masalan o'sha Estirpetda chiqqan temirlar yaxshi sifati. Qo'hma chaqlasa bo'laveradi buni pichog'ini. Qanaqa o'ynashuv mana yangidek. Salomat bo'linglar. Yangi videomizgacha